Buxoroda tashkil etilgan kelajak uchun islohot maktabgacha va boshlang'ich ta'limni rivojlantirish bo'yicha xalqaro forum tizim faoliyatini yanada rivojlantirishga qaratildi. Forum gibrid shaklda tashkil etilib, unda mahalliy va xorijiy ekspertlar, ta'lim sohasi vakillari va hamkor tashkilotlar O'zbekistonda boshlang'ich va maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish hamda o'qituvchilar tayyorlashda zamonaviy uslublarni kengaytirish masalalarini muhokama qilishdi. Xalqaro transformatsiya jarayonlarida hozir O'zbekiston formatida, yangi O'zbekiston sharoitida yangi ko'rinishdagi tahlillarni taqozo etadi. Mana shunday masalalar bugungi forumning asosiy maqsadi. Yana bir muhim jihatki, maktabgacha ta'lim yo'nalishi, boshlang'ich ta'lim yo'nalishini ilmiy tadqiqot va fundamental asoslari borasida salkam 1 yillik mobaynidagi faoliyatlar ham tahlil qilindi. Tadbir davomida ikki tillik ta'lim, professional rivojlanish, innovatsion metodlarni joriy etish, ta'lim transformatsiyasi va o'quv dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, Cambridge bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan yangi o'quv dasturlari va metodik qo'llanmalar taqdimoti ham bo'lib o'tdi. O'zbekiston bilan ta'lim yo'nalishidagi hamkorlik yildan yilga mustahkamlanib bormoqda. Bunday xalqaro hamkorlik orqali barqaror va sifatli ta'lim tizimini shakllantirish, pedagoglarni zamonaviy metodikalarga asoslangan holda tayyorlash hamda global tajribalarni milliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'ylaymanki, bu ta'lim sifatini yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Kunning ikkinchi yarmida pedagogika oliy ta'lim muassasalari rahbarlari ishtirokida 2026-2027 o'quv yiliga tayyorgarlik, ta'lim jarayonidagi yangiliklar hamda tizimdagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan rasmiy plenariya sessiyasi bo'lib o'tdi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.